Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Agro Holding kuzatuvchilari. Mana traktorlar, agregatlar, zapchastlar, unlar bilan haqida gaplashamiz, to'g'rimi? Kimdir zerikib qolgan bo'lsa, sizlarga muxlislarimiz uchun bitta kichkina biznes taklifchani ko'rsatib o'tib ketaman. Kimgadir kerakdir, kimdir izlab yurgan bo'lishi mumkin yoki o'zingizdan bir qanaqadir niyat qilib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Bitta ko'rib chiqamiz. Mana bunaqa mini mikserimiz bor. Turkiyada ishlab chiqarilgan. Mana Xitoy emas. Turkiyaning Barbaros kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan mini mikserimiz. 35 kilo unni solib, xamirni qorib, bitta joy qilib olib, bemalol novvoyxonani yo'lga qo'yib, biznes qilib, ertalabdan xalqimizga, mahalla ko'yga issiq nonlar tarqatganga nima yetsin? Xohlaganlar biznes katta bo'lib ketib, ertaga bundan kattaroq yo'mkisdagilar xohlaydigan bo'lsa, uni ham zakazga olib kelib beraveramiz, muammo yo'q. Bundan tashqari biz videolarimizni kuzatib borsanglar, yana bundan ham yaxshi takliflarni beraveramiz. Xohlaganlar uchun Nerjavitni bitta ishlatib ham ko'rsatib beraman. Nimaga ishlatmading demasin. Shovqinsiz jiyanlarga bitta joy ochib berib qo'yib qo'ysangiz, biznes bo'ladi. Ham savobli ish, ham foydali daromadli ish bo'ladi. Obuna bo'lmaganlar